Nechinchi homiladorlik bu? Ikkinchisi. Uydagi bolamiz necha yosh? 2 yosh. Tak, siz o'zingiz tuqqanmisiz yoki kesarli? Kesarli bo'lgan. Tak, demak bo'lyapti, siz hozir birinchi bola bilan ikkinchi bolada saqlanish bo'lgani yo'qda, ketma-ket bo'lyapti desa ham bo'ladi. Bu hozirgi homiladorligingiz bo'lyapti 27-28 hafta, ya'ni mana 7 oylik homilamiz bor. Bu bo'lyaptiki, bolamiz endi 1 yoshdan oshganda xonadon bo'lib qoldingiz. Sizga doktoringiz aytuvdimi, kesardan keyin 3 oylikda saqlanish kerak, chandiqlarni o'rgatish kerak, organizm tayyorlanishi kerak. Spiral shunda shunaqa vaziyat bo'ladiki, shu ayrimlarga spiral to'g'ri kelmaydi. No, endi bu degani bir narsa bo'lib qoladi deb yo'q. Prosta siz boshqa oilaga qaraganda sal e'tiborliroq bo'lishingiz kerak o'zingizga. Degani nagruska bo'lmasin, degani tam charchoqlar bo'lmasin, qonimiz kam bo'lmasin. Chunki bu homiladorlikgacha organizm hali o'ziga kelmadi. Chunki kesarli ham o'ziga yarasha, masalan, og'irroq o'tgan bo'lsa ham, даже yengil o'tgan bo'lsa ham, bu baribir kichkinagina bo'lsa ham operatsiya hisoblanadi. Lekin kesarli ham kattagina operatsiya, bola tug'ildi, organizm sizga bu bolani boqib, o'sha katta qilib, o'sha tuqqandan keyin sal o'ziga kelib olishga vaqt kerak, muddat kerak. Bu muddat o'tmadi, ustiga bo'lib qoldi. Shuning uchun ham kichkina srokda uncha bilinmaydi, chunki hali organizm bolaga rivojlanishiga yetkazib bera oladi. Lekin bolacha o'sgan sari qiynalishlar boshlanadi. Nima degani? Og'irligi tushadi, chandiq og'irligi tushadi, og'riqlar bo'ladi. O'zingizda nima bezovta qiladi hozir? Qachon boshladi? 10 kunlab bo'ldi. Dada, men sizni bir tekshirishim kerak bo'ladi, chunki hozir mazoq olmasdan turib, nima sababdan hozir qichishatishlar bo'lyapti, nima sababdan vizilanga kelyapti tushunish qiyin. Nima qo'zg'agan mazoqqa qarab bilsak bo'ladi. Chunki bo'lishi mumkin shunaqa vaziyat, shu nafaqat ayolda o'ziga, er-xotin orasida bo'layotgan shamollashlar bo'ladi-da. O'shani birgalikda lecheniya qilsa foydasi yaxshiroq bo'ladi. Chunki qanaqasiga men sizni hozir lecheniya qilaman, tozalaymiz, davolaymiz. U infeksiya qo'shilib kelaveradi. Tushunyapsiz? Shuning uchun ham bilish kerak, u qanaqa infeksiya. Uni faqat biz tekshirib ko'rib, mazoq olgandan keyin bilsak bo'ladi. Хорошо?